joylarga ko'tlar. Mana yashas kunlar. Hamma bez Andijonni. Bez Andijon ko't. Pidarallar. Onasini o'zim ma qilganman. Kelib topib mana. Telefon nomerim aytishim mumkin. Kellaring topib Atvet yozsalaring, keyin masalaga atvet yozaman. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana ko'ryapsizlar, YouTube olamida juda ko'p Andijonga, Namanganga atvet deb videolar chiqmoqda. Bu videolardan nima maqsad akalar? Maqsadlar bormi bu videolardan? Prosto bu videolarda chiqarishinglar ves o'sha qayerda bo'lmasin. Ves o'zbeklarni g'ururini pastga uratdi. Men o'zim Qirg'izistondanman, hozir Qirg'izistondaman. O'zbekistonlik akalar qilayotgan ishda uyatib ketyapman menchi. Endi bilasizlar, u Rossiyada bitta kvartirada 5-6 ta odam yashaydi. Ular har qayerdan bo'ladi, o'sha Tojikistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, umuman har qayerdan ishlagani borganlar bo'ladi. Endi ularning oldida bu o'zbeklarning videosini ko'rib tursa, o'sha uyat bo'ladi. Endi men YouTube'ga video qo'yib, bu telefon orqasida yoki kamerani orqasida turib olib kar qilishni kerak yo'q. Onadan ketib, mana men hozir bittasi onadan ketib so'kyapti. Anjalilarni ves onasini men qilganman deyapti. Bilaman, bu gapiga javob bera olmaydi. O'sha kamerani orqasida o'zidan she'r yasab, tepakachoy bo'lib yaxshi ish qilmayapsizlar, lekin akalar, unaqa videolar ko'p, YouTube'da ko'p, вообще ko'payib ketibdi. Oldin pul yaqdinglar, mashina tepdinglar, har balo qilib ko'rdinglar, atvet qilib. Og'ritishida bo'lmaydigan darajada bo'lib ketyapti-da sizlarda atvetdinglarchi. Endi akalar, hammamiz ham o'zbekmiz. O'sha O'zbekistonning qaysi viloyati, Jizzax, Namangan, Xorazm, Buxoro, Andijon bo'lsa ham hammamiz bitta o'zbekmiz akalar. Undan ishlar qilmanglar, sizlardan iltimos. Undan ishlar qilish keragi yo'q. Bekardan sizlar o'zbeklarni avtoritetini pastga tushirib, unaqa qilganlarning foydasi yo'q. Zo'r bo'lsanglar, bir-biringlar atvet yozib, sizlarga video chiqarganlarni topib, konkretni gaplashinglar. Bo'ldi, все. Tugatinglar bunaqa kamerani orqasida turib olib, mana qilaman, nomerimni beraman. Вообще kerak emas narsalar akalar. Mayli, hammanglarga omad, sog' salomat bo'linglar.